Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Sizlar bilan bugungi ko'radigan ma'ruza mashg'ulotimiz mavzusi neft va gaz sizilishining nazariy asoslari bo'lib, ma'ruzamiz quyidagi rejalardan iborat. Birinchisi sizilish qonunlari va asosiy differensial tenglamalari, hamda ikkinchisi sizilish oqimlari va ularning asosiy tenglamalari. Suyuqliklarning sizilishi umumiy holatda quduqlardan neft qazib chiqarishni hamda gaz qazib chiqarishning asosiy xossalarini belgilaydi. Ya'ni ularni qatlamlar ora harakatini, fazali harakatini hamda quduqdan suyuqliklarning olinishi, qazib chiqarishni muhim tavsiflaydigan ko'rsatkich hisoblanadi. Neft va gazning tog' jinslarida harakati sizilish deyiladi. Sizilish qonunlarini keltirib chiqarayotgan tog' jinsi g'ovaklari va darzliklaridan suyuqlik yoki gaz butun hajmdan to'liq o'tib turadi degan faraz bilan qabul qilinganda osonroq bo'ladi. Ya'ni sizilish qonunlarini keltirib chiqarayotgan paytimiz biz tog' jinsi g'ovaklari va darzliklaridan suyuqlik yoki gaz butun hajm bo'ylab harakatlanadi degan farazni ilgari suradigan bo'lsak, osonroq bo'lar ekan. Bu holda sizilish barcha bo'shliqlarni o'z ichiga olgan maydon bo'yicha harakatda bo'ladi. Ya'ni to'liq o'sha bo'shliqlar bo'ylab harakatda bo'ladi. 19-asrning o'rtalarida ingliz olimi Darsi tomonidan qilingan ko'plab tajribalar natijasida sizilishning asosiy to'g'ri chiziqli qonuni, ya'ni Darsi qonuni kelib chiqdi. Ya'ni V barobar K ko'paytirilgan delta P taqsim mu L. Demak, yoki differensial ko'rinishda ko'radigan bo'lsak bu formulamizni, bu yerda demak V suyuqlikning sizilish tezligi, K sizilish koeffitsiyenti, delta P bosimlar ayirmasi, mu suyuqlikning dinamik qovushqoqligi, L esa demak qatlam namunasining uzunligi. Differensial P taqsim differensial L bosimlar gradienti hisoblanadi. Gazlarning sizilish tenglamasi esa shu Darsi tajribalaridan kelib chiqqan holda ikki hadli kvadrat tenglama ekanligi isbotlandi. Ya'ni P1 kvadrat minus P2 kvadrat teng A ko'paytirilgan Q plus B ko'paytirilgan Q kvadrat. Bu yerda P1, P2lar namunaga kirish va chiqishdagi bosimlar bo'lsa, bular demak bosimlarni o'lchov birligisiz bosimlar dedik, ya'ni nisbiy bosim holatda, ya'ni mutlaq bosimning atmosfera bosimiga nisbati orqali olingan. Q gazning qatlam harorati va atmosfera bosimiga keltirilgan sarfi. A va B koeffitsiyentlari esa sizish koeffitsiyentlari bo'lib, o'z navbatida ular quyidagi ifodalar orqali topiladi. Ya'ni A va B koeffitsiyentini topish uchun bizga gazning o'ta siqiluvchanlik koeffitsiyenti, gazning atmosfera bosimdagi zichligi, tog' jinslarining o'tkazuvchanligi, namunaning kesim yuzasi, shuningdek namunaning uzunligi, atmosfera bosimi va namunaning g'adir-budurlik koeffitsiyenti kerak bo'ladi. Suyuqliklar uchun aniqlangan sizilishning asosiy qonunlari Darsi qonunidan kelib chiqib, faqat ma'lum bir shart-sharoitlar uchungina qo'llash mumkin ekan. Ya'ni Darsi qonunini hamma vaqt ham qo'llash maqsadga muvofiq bo'lmas ekan yoki xatolikni keltirib chiqarar ekan. Ya'ni qanday holatlarda qo'llash mumkin? Bular g'ovakli muhitning mayda donadorligi va ingichka yorug'liklar va darzliklar mavjudligida. Shuningdek, sizilish tezligi juda sekinligi yoki bosimlar ayirmasini uncha katta bo'lmagan qiymatlarida, hamda sizilish tezligi va bosimlar ayirmasining o'zgarib turishi uncha yuqori bo'lmagan paytda, ya'ni deyarli o'zgarmaydigan holatlarda qo'llash mumkin bo'lar ekan Darsi qonunini. Agar tog' jinsidagi suyuqliklarning sizilish jarayoni xuddi gidravlika fanida o'rganiladigan suyuqliklarning quvurlar ichidagi harakati bilan taqqoslab oladigan bo'lsak, u holda asosiy mezon bo'lib Reynolds soni xizmat qiladi. Demak, Reynolds sonining ma'lum bir kattaliklarda sizilishning to'g'ri chiziqli qonuni buzilar ekan. Olimlarimiz tomonidan juda ko'plab izlanishlar natijasida Darsi qonunining qo'llanilishi mumkin bo'lgan chegarasi Reynolds soniga bog'liq ekanligi aniqlandi. Tog' jinsi qanday toifadagi kollektordan tarkib topganligiga qarab
Reynolds sonini aniqlash uchun umumiy ko'rinishga ega bo'lgan tenglamalar taklif etildi. Bu mana misol uchun bu tenglamalardan biri sifatida quyidagi ko'rishimiz mumkin. Reynolds sonini aniqlash uchun v ko'paytirilgan ildiz ostida k taqsim nu, demak funksiya epsilon sm. Ya'ni bu yerda biz Reynolds sonini topishimiz uchun suyuqlikning harakat tezligi, ya'ni sizish tezligi, g'ovakli muhit o'tkazuvchanligi, suyuqlikning kinematik qovushqoqligi, g'ovakli kapillyar devorlarining shakli hamda g'adir-budurlikni hisobga oluvchi koeffitsient, egri bugrulik koeffitsiyentini bilan bog'liq kapillyar kanalining o'qi bo'yicha egri qismining haqiqiy uzunligini tog' jinsi namunasining umumiy uzunligi nisbati bilan aniqlanadi. Egri bugrulik koeffitsiyenti hamda muhitning g'ovakligi kerak bo'ladi. Mana shu kattaliklar mavjud bo'lgan paytda biz demak Reynolds sonini aniqlashimiz mumkin va aniqlangan Reynolds sonimiz 4 dan katta ekanligida qatlamda to'g'ri chiziqli sizilish qonuni buzilar ekan. Agar Reynolds soni 4 dan oshib ketganda, ya'ni to'g'ri chiziqli harakat buzilganda laminar usulda bo'layotgan sizilish jarayoni turbulent usulga o'tadi degan demak haqqoniy bir savol tug'ilishi mumkin bo'lar ekan. Shunday qilib sizilish oqimi to'g'ri chiziqli harakatdan murakkab harakatga, ya'ni yangi sizish tenglamalaridan foydalanish kerak bo'ladi. Bunday tenglamalarni to'g'ri chiziqli bo'lmagan yoki egri chiziqli sizilish tenglamalari deb ataymiz va ular bir xatli yoki ikki xatli bo'lishi mumkin. Shuningdek, barcha bir xatli tenglamalar ko'rsatkichli bo'lib, umumiy holda quyidagi ifoda orqali aniqlanadi. Xo'p. Shuningdek, to'g'ri chiziqli sizish oqimining Darsi qonunidan sekin asta egri chiziqli oqimga o'tishi va egri chiziqli oqim bo'yicha harakati ikki xatli tenglama bilan yoziladi. Mana keyingi ifodamizda ikki xatli tenglamani ko'rishimiz mumkin. G'ovakli muhitdagi barcha bir turdagi oqim harakatini oqimning uzluksiz oqish tenglamasi bilan tavsiflash mumkin. Uzluksiz oqim tenglamasi suyuqlik massasi tengligining har qanday muhitdagi ajratib olingan bir element ichida bir xil holatda bo'lishligini bildiradi va buni keyingi ifodamiz orqali topamiz. Bu yerda demak bevosita vx, vy, vzlar mos ravishda x, y, z o'qlari yo'nalishi bo'yicha oqimning sizilish tenglamanisini bildiradi. Sizilish tezligini bildiradi va tenglama oqimining uzluksiz sizish tenglamasi deb yuritiladi. Masalan, misol tariqasida ko'radigan bo'lsak, neftli qatlam tasmasimon shaklda bo'lsin. Mana tasvirimizdan ko'rishimiz mumkin. Neftli qatlamimiz tasmasimon shaklda bo'lib, unda A, B, C, D, Y o'qlarini joylashtiraylik. Demak, bu yerda A, B qatlam usti hisoblansa, D, Y esa qatlam osti, ya'ni o'tkazmaydigan bir tomondan esa tektonik buzilishli, bu yerda C o'qi esa tektonik buzilish bilan chegaralangan bo'lsin. Demak, qatlam usti, o'tkazmaydigan qatlam osti hamda tektonik buzilgan C nuqtalar belgilab olingan bo'lsin. Quduqlar tizimi boshlang'ich neftlilik chegarasida, ya'ni B va D da parallel joylashgan bo'lganda suv tazyiqi ostida neftni quduqlar tizimiga tomon harakati parallel to'g'ri chiziqli oqimni tashkil qiladi. Demak, dastlabki davrda B va D neftlilik chegarasidan boshlab joylashgan bo'lsa, demak, suv tazyiqi ostida harakatlanayotgan paytda, demak, neftni quduqlar tizimiga tomon harakati, mana birinchi quduqlar tizimi tomonga harakati parallel holatda bo'lar ekan. Ikkinchi misol tariqasida ko'ramiz. Mana bizga suv haydovchi quduqlarni joylashtirilgan bo'lsa, tizimi va neft oluvchi quduqlar tizimi joylashtirilgan bo'lsa va bular orasidagi masofa uncha katta bo'lmasa, parallel to'g'ri chiziqli oqim deb qabul qilinadi. Ya'ni demak, mana shu shaklda uyumlarda quduqlar joylashtirilgan bo'lsa, shu tizimda ishlashi
parallel to'g'ri chiziqli sizish oqimi deb yuritilar ekan. Yoki yotiq holatdagi cheksiz uzun bo'lgan qatlam bir dona neft oluvchi quduq orqali ishlatilayotgan bo'lsa, qatlamning usti va osti o'tkazmas deb hisoblaydigan bo'lsak, mana bu tasvirimiz orqali quduq shu qatlamni to'laligicha ochgan va qatlam bilan o'zaro bog'lanish quduqning devorlari sirti orqali amalga oshiriladi. Va bu holda quduq ichiga suyuqlik qatlamning har qanday nuqtasidan berasmda ko'rishimiz mumkin. To'g'ri chiziqli harakat orqali oqa boshlaydi. Endi agar shu harakatning proyeksiyasini ko'radigan bo'lsak, sizish oqimining umumiy ko'rinishi radial holatda ekanligini ko'rishimiz mumkin. Demak, bunday holatdagi oqimni sirt radial yo'nalishdagi sizilish oqimi deymiz. Ya'ni quduq atrofida sirt radial yo'nalishdagi sizilish oqimi mavjud bo'lsa, bunday oqim sirt radial sizish oqimi deb yuritiladi va xuddi shunday oqim agar ishlayotgan qudug'imizda suv haydovchi quduqlar ham mavjud bo'ladigan bo'lsa, faqat bu holda sirt radial oqimni quduqdan qatlam ichiga yo'nalgan bo'lar ekan. Yana bir misolimizda ko'rishimiz mumkin. Quduq neftli qatlamni ozgina ochilgan bo'lsa, ya'ni endi bu yerda quduq oldingi misolimizdek to'liq emas, ma'lum bir qismi ochilgan bo'lsa, bunday quduq tubi sharsimon holatda bo'lsin, ya'ni mana sharsimon holatda bo'ladigan bo'lsa, bunday holda qatlamni butun qalinligi bo'yicha suyuqlikning quduq tubiga bo'lgan harakati sferik radial holatda bo'ladi. Ya'ni qatlamda bunday oqim sferik radial sizish oqimi deyiladi. Shunday qilib neftni qatlamdan 3 xil ko'rinishda sizilish oqimlari namoyon bo'lishi mumkin ekan. Ya'ni ular parallel to'g'ri chiziqli, sirt radial va sferik radial sizilish oqimlari bo'lishi mumkin ekan. Bu demak bevosita quduqlarni ochilish miqdori hamda ularni joylashtirish tizimlariga bog'liq bo'lar ekan. Hurmatli talabalar, sizlarga tavsiya etadigan qisqacha ma'ruzamiz shulardan iborat edi. Keyingi ma'ruza mashg'ulotlarga ko'rishguncha sog', salomat bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.